men o'zim shartdagi qizman, tabiatan. Xuddi o'zimga mos o'qituvchilar, mani temperamentimga, harakatimga moslar. Navbat mana shu xarakterni yaxshi ko'raman. Yumoristlar qilib o'ngiraman. Ishonadigan paytimiz bo'ladi. Nimaga ishonadigan va muhtoj paytimiz bo'ladi. Chunki bizga ishonishmagan. Mazza qilib dars o'tirsanglar, ham ozoqon ko'rasizlar, ham dars olasizlar. Katta bo'lsang qilasan deyshadi-da. Nima qilsan, kattasan, kallang qatta deyshadi keyin bir xil payt qarasa. Sen tushunmaysan, men kattamanmi, men bolamanmi? Demak, qarang, tavsiya qilgan bo'larmidingiz, masalan, hali turmushga chiqmagan qizlar bo'ladi, o'zini ustida ishlayotgan qizlar bo'ladi-da. Lekin ular o'ylashadi, men zo'r yurman, menga umuman kerak emas. Faqat u psixologiyaga borish yoki terapiyaga borish faqat depressiyaga tushgan oxirgi etapdagi insonlar ishi deb o'ylashadi. Masalan, borish. Siz qanaqa fikrdasiz bunga? Qarang, o'zim psixologiyada o'qiyman, men bo'lajak psixologman, o'zim pedagog psixologman. Depressiyaga kirib ketganingizdan keyin psixolog o'qishingiz qiyin bo'ladi. Nimaga? Chunki miya darajasi sizni ongli ilm olishingizga qarshilik qiladi miya. Siz qachon ongli ravishda ilm olib kelsangiz, depressiya, stress u juda melish bo'lib qoladi. Просто tegashib o'tkazib yuborasiz narsani. Ongli ravishdachi unga reaksiya qilmaydigan bo'lib ketasiz. Shu turmush o'rtog'ingiz sizga yoqmayotgan, sizga bo'l berayotgan turmush o'rtog'ingiz hali shunaqa odam bo'lib chiqadiki, siz yomon deyotganingiz o'zi aslida voy, hali shunaqa analizda tushunib olasiz. Sizlarga eng zo'r maslahatim qizlar, o'zim yoshimdagi qizlarga maslahatim, to'ylardan oldin o'qinglar. Asosni to'ylarga bilmaysizlar qanaqa hayot bo'layotganini, o'zinglarni yaxshi ko'rib, o'zinglarni hurmat qilib, o'zinglarni to'g'ri, adekvatni qabul qilishinglar uchun sizlarga qaynananglar, eringlarmi farqi yo'q. Ularni sizlarga munosabat yaxshi bo'lishini xohlasanglar, ishlaylar, o'zinglar ishlamasanglar. Bu bitta gap bilan nima deya olasiz, garmoniya kursiga ta'rif bering. Voy, garmoniya kursimi? Garmoniya kursi shunaqa nima deydi, ichilarni to'kib tashlaydigan kurs bilan birga sizlarni shunday yig'ib qo'yadi. Birinchi ochib tashlaydi, keyin yig'ib qo'yadi. Mana o'zim og'rimagan joyim qolmadi 3 kundan beri. Hozir men chap tarafim olib turibdi. Bu nima? Ichilardagi agressiyalar nima bo'lsa chiqib ketayotganini hammasi.